Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Chevrolet Cobalt 2026 modeli haqida qisqacha va lo'nda gaplashamiz. Bu avtomobil kundalik hayot uchun mo'ljallangan, ishonchli va tejamkor sedan sifatida mashhur. Cobalt nomi ilk bor 2004-yilda paydo bo'lgan bo'lsa-da, hozirgi Cobalt O'zbekiston bozori uchun moslashtirilgan zamonaviy model hisoblanadi. 2026 yilgi Cobalt tashqi ko'rinishda soddalik va zamonaviylikni birlashtiradi. Yangi old panjara, chiroyli faralar va klassik sedan shakli saqlanib qolgan. Salonida multimedia ekran, qulay o'rindiqlar, Android Auto va Apple CarPlay kabi funksiyalar mavjud bo'lib, kundalik haydashni yanada qulay qiladi. Texnik tomondan avtomobil 1.5 litrli benzin dvigateliga ega bo'lib, taxminan 106 ot kuchi ishlab chiqaradi. Yoqilg'i sarfi kam, shahar va uzoq yo'llar uchun ham mos. Mexanik va avtomat uzatma variantlari mavjud. Yurishi yumshoq, boshqaruvi oson, servis va ehtiyot qismlari esa arzon. Agar uni Toyota Corolla yoki Kia Rio bilan solishtirsak, Cobalt narx va xizmat ko'rsatish jihatidan ancha foydaliroq. U hashamatli emas, lekin ishonchli va amaliy.